Bu so'z qachondir sizga aniq kerak bo'lib qoladi. Qachonki o'zingizni yoki boshqani prime erasi, ya'ni juda ham zo'r hayoti, juda ham zo'r vaqti o'tayotgan bo'lsa, qanaqa etadi? Misol uchun, men hozir vaqtimni juda ham zo'r o'tkazyapman. Hozirgi hayotim, hozirgi eram, ya'ni hozirgi periodim juda ham zo'r bo'lyapti desa, qanaqa bo'ladi? Bu idioma bizda have the time of my life. Mine o'rniga o'sha odamni aytsangiz bo'ladi. Misol uchun have the time of her life, his life, our life, their life. Men o'zimda, men hozirgi eram juda ham zo'r, men juda ham zo'r vaqt o'tkazyapman desam, I'm having the time of my life. Ya'ni hozirgi paytda, hozirgi vaqtda juda ham zo'r paytni boshimdan o'tkazyapman, juda ham zo'r vaqt o'tkazyapman desak, mana shunaqa keladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Sizlardan hech nima ketmaydi. Men uchun bu motivatsiya. Sizlarga yana ham ko'proq foydali, qiziqarli ingliz tilidagi kontentlarni qilishim uchun. Bye bye.